Assalomu alaykum azizlarim, mana aziz kuzatuvchilarim, hammanglardan minnatdorman. Bir narsani aytib o'tib ketgim keldi. Bizda aldov yo'q, bizga ochiryapganlar, ko'rsatyapganlar biladi. Hammanglarga iloji boricha qo'limdan kelgancha ochib beryapman. Lekin nima uchun bu gapni aytyapman? Aldanganlar juda ko'p, ishonmayotganlar juda ko'p bo'lyapti. Mana kommentariyani o'qinglar, bizga ochirganlar har birini rozi qilib jo'natamiz albatta. Bizda unaqa aldov yo'q azizlarim. Hozirgi ochirimimiz nima haqida? U insonni siz haqingizdagi o'y-xayollari. Nimani o'ylayapti? Sizga bo'lgan hislari, nima to'xtatyapti u insonni deb ko'rib olamiz. Ikkita variant qilamiz. Ikkita variantdan bittasini tanlaysizlar. O insonni o'y-xayollari, sizga bo'lgan hislari. Bu insonni sizga bo'lgan hislari. Nimani o'ylayapti shu kunlarda? Nimani o'ylab turibdi bu inson? Maqsadi nima? Ya'ni nima to'xtamga keladi bu inson deb ko'rib olamiz. Kerak bo'lsa yana bir karta tashlab ko'ramiz. Qani javob ola olmasak bu insonni gapirtiramiz. Ikkita variantdan bittasini tanlashinglar mumkin. Qani birinchi variantdan boshlaymiz. Birinchi variant tanlaganlar siz haqingizdagi o'y-xayollari. Bu inson o'tmishni ko'p eslayapti. O'tmishini eslayapti. Qanaqa ma'noda? O'zini ayblayapti, o'zini yaxshi ko'rmayapti. O'sha oilasini, o'tmishdagi oilasini bu inson eslayotgani, yaxshi kunlarini ham, yomon kunlarini ham eslayotgani, hali unutmagani. O'sha narsadan bu inson qiynalyaptiki, o'zini unutyapti. Ya'ni o'zini yaxshi ko'rmayapti bu inson. Ya'ni o'tmishga qarayapti bu inson, qiynalyapti. O'zini ham yaxshi ko'rmayapti, o'zini ayblayapti u inson. Lekin hali ham sizdan umidini uzmaganligi, hali ham umidi borligi, hali ham yaxshi kunlari eslayotganligi. Lekin bu inson yana bir tavakkal qilib ko'rmoqchi, yana harakat qilmoqchi bo'lib turganligi. Chunki umidini uzmayapti, yana bir harakat qilib ko'rmoqchi. Bu insoningiz birinchi variant tanlaganlar qalbi ochiq, ko'ngli ochiq, toza, har doim izlanuvchan, ruhi toza insonligini bildiradi. Yana bir tavakkal qilib ko'rsammikin deb turibdi. Ya'ni umidini uzmagan hali sizdan. Maqsadi nima deb ko'rib olaylik. Maqsadi, qarang, birinchi variantni tanlaganlar maqsadi nima desak, maqsadi bu insonni o'zi ham xafa holatda turibdi. Hozirgi holati yaxshi emas, chunki o'zini yaxshi ko'rmayapti bu inson, o'zini ayblayapti. Siz tarafga kelishga qanaqadir oyoq qo'li bog'langan holatda turibdi bu inson. O'zi ham xafa holatda, tushkun holatda, ruhiy holati yaxshi emasligi bu insonning hozirgi holati. Lekin siz tarafga go'yoki u insonda yo'l yo'qdek, oyoq qo'li bog'langan holatda turibdi. Karta tashlab ko'ramiz, nima uchun bunaqa holatda turibdi, nima to'siq bo'lyapti bu insonga deb ko'ramiz. Nima uchun oyoq qo'li bog'langan holatda turibdi? O'zi ham yaxshi emas u inson. O'tmishga ko'p qarayapti, o'tmish qiynayapti uni. Balki sizga bergan azoblari yoki sizni tashlab ketgani yoki qaytar dunyoligidan qo'rqayotganligi ham bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chiroyli karta tushdi. Ochmayman boshqa karta. Qaranglar, shunaqa holatda turibdi, lekin bu holatdan chiqish kerak bu inson, chiqadi. Yaxshi kunlar kelyapti. Ko'ryapsizlarmi? Oila davrasida shunaqa yaxshi kunlar, ya'ni oila davrasida xursandchilik kunlar kelayotganligi. Bu inson albatta qaytadi. Qaytmaganda bunaqa karta tushmasdi. Birinchi variant. Chunki sizni hali unutmagan, har doim o'tmishni eslaydi. Qalbi toza insonligi, qalbi toza inson baribir uni vijdoni qiynalayotgani. Lekin hozirgi holatda shunaqa turibdi, lekin baribir qaytadi. Birinchi variant omad tilayman. Yaxshi karta tushdi, shuning uchun qayta tashlamadim. Ikkinchi variant tanlaganlar. Ikkinchi variant tanlaganlar siz bilan janjallashganmi, bahslashib ketganmi, o'sha bahsini hali ham unutmaganligi. Ya'ni o'sha o'rtalarida bo'lgan
urushni haliyam bu inson unutmaganligi, o'zini ustida ishlayotganligi, haliyam analiz qilyapti. Nima deydi? O'zini anglab yetyapti bu inson. O'zini ustida ishlayapti. Haliyam o'sha narsalarni unutmaganligi yoki tushunib yetayotganligi bu insonni. Sud kartasi tushdi, ya'ni adolatli bo'lmadim deb o'ylayapti bu inson. Ya'ni adolatli qaror qabul qilmadim, adolatli bo'lmadi u insonga nisbatan deb o'ylayapti. Ya'ni haqiqatni tushunib yetyapti bu inson, chunki haqiqatni izlayapti, ko'ryapti, haqiqat tushunib yetyapti, nima deydi, umid qilyapti, umidini uzmagan, yangi hayot boshlab ko'rishga harakat qilyapti bu inson. Keladi ham, boshlab ham ko'radi, chunki kurtaklar ko'karayotgan, bulutlar oldidan chiqayotgan qo'l shuni bildiradiki, bu insonda harakat bor, ya'ni yaxshi kunlari bo'lishiga ishonyapti. Keladi shu kunlar, ya'ni harakat qiladi bu inson. Maqsadi nima? Maqsadi lekin harakat qilish. Mana ko'rdingizmi? Kartadan keyin karta уже aytib turibdi. Umidini uzmaydi, harakat qiladi. Siz bilan ajoyib kartalar tushdi. Ikkinchi variantga ham xursandchilik kunlar ko'ryapsizmi? Oila davrasida xursandchilik kunlar kutyapti. Yo'lga tushdi bu inson, yo'lga chiqadi. Tez kunlarda siz oldingizga yo'lga chiqadi. Ajoyib kartalar tushdi. Kimni energiyasi tushsa qabul qilasizlar. Azizlarim, juda ajoyib kartalar tushdi. Xursandman o'zim ham. Mana kartada tushganini aytaman albatta. Kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi. Bu общий energiya, go'zallarim, obunachilarim. Rahmat. Omad tilayman ikkala variantga ham.